O'zbekistonlik tadbirkor Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ro'yxatiga kiritildi. Yevropa Ittifoqi 23-oktyabr kuni qabul qilingan 19-sanksiyalar paketiga o'zbekistonlik tadbirkor Rustam Mo'minovni ham kiritdi. E'lon qilingan kartochkaga ko'ra, Mo'minov O'zbekiston, Rossiya va Buyuk Britaniya fuqaroligiga ega. Yevropa Ittifoqi hujjatida qayd etilishicha, Mo'minovning cheklovlarga uchrashi Rossiya harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Bryusselning baholashicha, u Farg'ona kimyo zavodi, paxta sellyulozasi zavodini nazorat qiladi. Uning mahsulotlari Perm va Qozon porix zavodlariga yetkazib berilishi aytilmoqda. Bu materiallar Rossiya qurolli kuchlar uchun qurol ishlab chiqarishda ishlatilgan bo'lishi mumkin. Korxona ma'lumotlariga ko'ra, zavod yiliga 30 ming tonnagacha paxta sellyulozasini ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lib, mahsulotning qariyb 90% MDH davlatlari Turkiya, Bolgariya, Xitoy va Yevropa mamlakatlariga eksport qilinadi. Yanada ko'proq xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.